Anta brendiga tegishli yana bir navbatdagi qo'limdagi modeliga e'tibor beringlar. Aynan shu modeldan sotuvda qolmagan edi. Hozirgi paytda sotuvga chiqqan. Yon tomonda shunaqa Antani o'zining logosi. Hozirgi paytda ham bemalol kiyaverasizlar, chunki telari juda ham qalin hamda yumshoq. Ko'pikdan tashkil topgan. Asosiy qismi qalin rezinaga o'xshagan material bilan himoyalanganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni asosiy qismi oldi tomonlari, suv o'tkazadigan tomonlari shunaqa qalin rezinaga o'xshash material bilan himoyalangan. Yon tomonda Antani o'zining logosi, brendi, bu yoq tomonda logosini ko'rishingiz mumkin. Orqa tomondan ko'rinishlari qanaqa mo'shni ko'rinishga ega bo'lgan kross, qop-qora rosetkaga aynan shu sarv iplari qanaqa chiroyli ko'rinish berayotganini ko'rishingiz mumkin. Iplarni ham boylab yechib o'tirmaysizlar. Aynan shu funksiya yordamida osongina regulirovka qilib keturasizlar o'zingizga moslab. Podyon borlik uchun ham juda ham qulay. Oldi tomonlari poni rezina qilib ishlangan bo'ladi. Tiliq qismida ham Antani o'zining brendi, ichlari yumshoq, stelkadan tashkil topgan. Ichlarida ham shunaqa Antani o'zining brendi yozilganini ko'rishingiz mumkin. Hammaga tavsiya qilamiz. Buni yana bej rosetkasi ham bor. So'rasangiz jo'natib beramiz. Lekin qo'limdagi rosetkasi ham qanaqa mushni ko'rinishga egaligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga tavsiya qilamiz.